Mana ikkinchi gol. 5 taga yetdi uning gollari soni. Bu borada raqobat qanday bizning guruhda? Nilufar Qudratova 4 ta gol urgan, Diyora Habibullayeva 3 ta gol urgan. Bugun ular o'tib ketishi mumkin. Hozircha endi Xandari ham to'xtamaydi. Uning oldida 1 soatdan ko'proq vaqt bor. Ya'ni o'yin vaqti haqida gapiryapman. Yaxshi. Manzilga yetib bormadi uning passi. Shri Lanka uzatmani ko'ring. Ulguradi menimcha. Yetib bordim deganda o'zi xalaqit qilib qoldi. Ikkinchi oyog'iga tegib to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Asar davom etadi. Xo'sh, zarba bo'ladimi? Jarima maydoni atrofida doimiylik o'rganib qoldik. Nepalliklarning aylanib yurishini chap tomonga uzatma. Ortga qaytarildi. To'liq ustunlik aynan qizil libosdagi futbolchilarda. Tajriba juda kam va hattoki o'ynash ko'nikmasi ham topilmaydi. Oq libosdagi Shri Lankada juda kuchsiz. Menimcha Nepal ham zaxira bilan o'ynayapti. Ya'ni bor kuchini ishga solayotgani yo'q nepalliklar. Burchak zarbasi. 3-chi burchak zarbasi amalga oshirilyapti. Birinchisida gol urildi. Yuqoridan darvoza tomon. To'g'ridan to'g'ri zarbami? Himoyachi darvoza tomon ketayotgan to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Yana havolatib yo'naltirilmoqda. Xandari ham hech narsa qila olmadi. Endi himoyachi xalal berdi. Outdan tashlab berilmoqda. Uzoqdan yo'llangan zarba. Raqib tomonga o'tdi to'p. Nepal to'p nazorati 70 ga 30. Bundan ham katta deb o'ylagan edim. Darvozabon qiyinchilik bilan qaytardi mana shunday zarbani ham.